Avvalambor assalomu alaykum hurmatli bugun tadbir ishtirokchilari, hurmatli fermerlar, dehqonlar, bog'lar egalari. Fevral oyining 2-yakshanbasi qishloq xo'jaligi xodimlari kuni nishonlanib keladi an'anaviy ravishda. Hammalaringizni shu kun bilan men chin qalbimdan tabriklayman. Yil bizga juda omadli keldi. Hozirda biz fermer xo'jaligimizda ko'p tarmoqli fermer xo'jalik qildik. Asosiy yo'nalishimiz paxta g'alla, keyingi yo'nalishlarimiz texnik xizmat ko'rsatish, dehqon va fermerlarga asosiy vazifalarimiz shu yo'nalishlar bilan fermer xo'jalikda olib bormoqdamiz. Fermer dehqonlarimizga ham juda omadli keldi. Paxtamizdan mana 50-55 sentnerdan yuqori hosil oldik. G'allamizdan 90 sentner g'alla oldik. Bu albatta Prezidentimizga bergan katta sharoitlari, imkoniyatlari, ilm bilan yondoshib qilingan bu sa'y-harakatlar, bu cheksiz imkoniyatlar. Albatta kamtarona mehnatlarimizni qadrlab, shuhrat medaliga sazovor qildi, taqdirladi. Buning uchun Prezidentimizga ming rahmatlar aytamiz. Bu berilgan bizga mukofot avvalo Farg'ona viloyati fermer dehqonlari, qolaversa Qo'shtepa tumani fermer dehqonlariga berilgan oliy mukofot deb bilaman. Bu yil biz uchun, bizning oila uchun juda omadli yil keldi. Ki Alloh bergan yerdan unumli foydalandik, juda katta yuqori natijalarga erishdik. Hozirda yana harakatdamiz. Men bir narsaga shunday xursand bo'lamanki, podshohimiz odilligi, rahbarlarimizning odilligida mana natijasini ko'rib turibman. Qolgan qishloq fuqarolarini ham inobatga olishi mana mukofotlashdi. Bundan juda xursandman. Ana oddiy fuqaroni inobatga olish uchun rahbarlantirishdi. Rahbarlarimizga, prezidentimizga, ularga minnatdorchiligimni bildiraman. Mana ko'krak nishoni medali bilan taqdirlandi. Bu bizni qishloq aholisini, qolaversa butun O'zbekiston aholisiga berilgan mukofot deb bilaman.